Salom do'stlar, bugun sizlar bilan hammani larzaga soladigan yadro bombalari bo'yicha gaplashamiz. Agar dunyodagi barcha yadro bombalari bir vaqtda portlasa-chi? Bu faqat film emas, bu real ilmiy dahshatdir. Demak, bugungi kunda dunyo bo'yicha 13 mingdan ortiq yadro qurollari mavjud. Ulardan eng kuchlisi Rossiyaning Tsar bombasidir. Bu Xirosimaga tashlangan bombadan 3300 barobar kuchliroq demakdir. Endi tasavvur qiling, bu barcha yadro bombalari bir joyda emas, yerning turli nuqtalarida bir vaqtda portlasa nima bo'ladi? Xo'sh, birinchi qadam. Dastlabki zarba shok to'lqini 13 ming bomba va bir vaqtda portlasa, dastlabki 10 soniyada yer yuzida harorat 10 ming gradus ketadi. Shaharlar, o'rmonlar, metall konstruksiyalar hammasi bir zumda yonib ketadi. Atmosferada bosim to'lqinlari paydo bo'ladi. Shamol tezligi supersonik bo'ladi. Ikkinchi qadam. Radiatsion halokat. Uchuvchi chang, gamma nurlanish va zarrachalar butun atmosferaga tarqaladi. Yashayotgan 2,5 milliard odamdan atigi 1% dan 10% gacha qoladi, ammo ular ham uzoq yashashmaydi. Uchinchi qadam. Yadro qishi. Hamma portlashdan chiqqan chang va kul osmonga ko'tariladi va quyosh nurlarini to'sadi. Yer harorati 10 gradusgacha tushadi. Qish yozda ham davom etadi. Hosil yo'qoladi. Ochlik, sovuq iqlim muvozanatni buzadi. 4-qadam. Biosfera halokati. O'simliklar, hayvonlar, tuproq va suv tizimi yadro elementlari bilan zaharlanadi. Suv resurslari ichishga yaroqsiz bo'ladi. Kasalliklar ko'payadi. Masalan, mutatsiyalar, kasalliklar insoniyat tarixidagi eng katta yo'qotish sodir bo'ladi. Xo'sh, yadro quroli bu faqat siyosiy kuch emas, bu insoniyatni o'chirish tugmasidir. Dunyodagi har bir yadro urushiga qarshi chiqish bu insoniyatni asrash demakdir. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Yadro qurollari insoniyatga kerakmi yoki yo'qmi? Kommentariyada o'z fikringizni yozing va ushbu videoni do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyalarda yozib keting.